bir 10 ga yaqin kameralar bo'lgan. Ayniqsa asosiy e'tibori noqonuniy chiqindilarni tashlash, joylashtirish bilan bog'liq jarayonlari va noqonuniy chiqindixona tashkil bo'ladigan joylarda oldini olishga qaratdik buni. Kameralar orqali boshlangan ishimiz yanada ham kengaydi-da. O'zini oqlaydimi shu jarayon? Pul nuqtai nazaridan ham o'zini oqlaydi. Katta hajmdagi chiqindixonalarni bartaraf qilishga erishdi. Odam yuzini yashirib keldi va ular shaxsi aniqlanib, ularga jarimalar qo'yildi. Texnik imkoniyatlarimiz hozircha cheklangan. Biz ham shunaqa kameralar qo'ysak bo'ladimi o'zimiz hududga? Avtomobil ichidan chiqindi otib ketadiganlar bor. Shu sigaret chekib tashlagan holatlari ham Ekologik huquqbuzarlik sifatida unga chora ko'radi. Telefoniga olib yuborilishiga mana asli qarshiman. Bosh maqsad bu yerda pul ishlash bo'lishi kerak emas. Chiqindi tashlaydigan joy bor. Lekin bilmayman, erinamizmi yuk avtomobillaridan pul olish evaziga qayerga to'ksang to'kaverish Chirchiq daryoni atrofini chiqindixona qilib tashlagan. Bizni kameramiz shu odam o'chirib qo'yganmi deb o'ylayapmiz biz. Buni yoqimimizgacha bo'lgan vaqt ichida katta chiqindixona paydo bo'lgan yuk avtomobildan ajralib qolishi mumkin. Shunchaki katta baliqchilik hovuzlarida baliqlar ommaviy qirilib ketdi. o'shani qanchasi tez amalga oshirilib jarimaga tortiladi. 4000 atrofidasi jazoga tortilib qilingan. Mana kuzating mana hozir mana. Mana shu joyga kim kirsa, avtomatik ravishda yaqinlashtirib qayd qilib boradi. Brakonyerlar tok orqali baliq ovlashga harakat qilyapti. Bir vaqt o'zida atrofdagi hamma narsani o'ldiradi. Assalomu alaykum. Bugun ko'rsatuvimiz mehmoni ekologiya vaziri maslahatchisi Rasul Kushurboy bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Salomatmisiz Otabek aka? Rahmat kattakon. Bu siz ekologiya vazirligiga kelganingizdan beri ko'p ishlar amalga oshirildi. Bulardan eng katta bir ishlarimizdan biri situatsion markaz bo'ladi. Shu haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Xo'p, mana bu situatsion markaz deb hozir nomlanyapti, lekin bu dastlab mana shu vazirlikka kelgan vaqtimda xo'p, bu bir bo'lim sifatida faoliyat yuritgan, adashmasam, bu o'sha GPS bo'limi deyilgan, chiqindi nazoratini amalga oshirishda foydalanishgan va bu yerda bir 10 ga yaqin kameralar bo'lgan. Shu kameralar orqali undan tashqari har bir o'sha chiqindi tashish bilan shug'ullanayotgan subyektlarda yuk avtomobillari ulangan GPS tizimi bo'lgan maxsus markazda kuzatish bilan shug'ullanishgan. Afsus, keyin o'zgarishlar bo'lib, bu bo'lim o'zini faoliyatini tugatayotgan ekan. Xodimlar ishdan bo'shayotgan vaqtga kelib qolgan ekanman. Men ilgari ekologiya qo'mitasi vaqtida shu tizim haqida eshitganim uchun ko'rgan edim. Men qiziqdim shuni, bu qanday ishlayapti desam, qarasam ish to'xtab qolibdi. Keyin o'sha vaqtda yigitlarga sizlar ketib qolmay turinglar dedim. Bu tizim juda ham kerak, buni kengaytirishimiz kerak. Mana yangi vazirimiz bor va yangi vazirimizga buni ahamiyatini tushuntiramiz va buni kengaytiramiz dedi. 10 tacha atrofda kameralarimiz bor ekan, o'shani ta'mir talablari ham bor ekan. Xullas, maksimal ravishda uni tuzatib, undan foydalandik va qisqa muddatda mana shu huquqbuzarliklarni qayd qilishdagi uning ahamiyati bo'yicha biz natijalar bo'ldi. Keyin vazirga kirib bu masalani tushuntirdimki, bu kerakli soha, buni rivojlantirishimiz kerak. Ayniqsa axborot texnologiyalarida ekologik nazoratni amalga oshirishni to'liq qo'llashimiz kerak degan masalani vazir qo'llab-quvvatladilar va birinchi bosqichda o'zida adashmasam biz 100 ga yaqin zamonaviy kameralar oldik. Qayerdan boshladilar mana shuni birinchi bo'lib? Asosan demak poytaxt va poytaxt viloyati hududidan boshladik o'rnatishni va respublikaning barcha viloyat markazlaridan boshladik. Ayniqsa asosiy e'tibori noqonuniy chiqindilarni tashlash, joylashtirish bilan bog'liq jarayonlari va noqonuniy chiqindixona tashkil bo'ladigan joylarda oldini olishga qaratdik buni. Undan tashqari aholidan shikoyat bo'lib turadigan eng og'ir joylarga joylashtirish boshladik. Bir necha bosqichli kameralarni oldik, serverlar tizimi, yangi jihozlar, xullas bizda guruh, komanda shakllandi shu bo'yicha ishlaydigan. Hozirgi kunda qancha odam mana shunda xizmat qilyapti? Ayni vaqtda endi hozir situatsion markaz kengayib ketdi keyinchalikki. Bu yerda endi birgina kameradagi o'sha huquqbuzarliklar nazorat qilish funksiyasi emas, bir vaqt o'zida bu yerda monitoring qilish, atmosferani monitoring qilish, undan tashqari axborot texnologiyalari bilan bog'liq boshqa yana bir qator vazifalar bor ekan. Ob-havoni kuzatish mumkin bo'lgan jihatlar, changlanish qanchalik darajada ketyapti, uni kuzatish tizimlari hammasi ulandida va katta situatsion markazga aylandi. Hozir changlanishlarda qanchalik ob-havoni yomonlashishini ham kuzatib borsa bo'ladi. Mana shu yerda, mana shu situatsion markazda demak bir qism xodimlar o'sha monitoring bilan shug'ullanadi va biz hozir shunday tizim qilinyaptiki,
buni kelgusida odamlar ham o'zlari kirgan holda o'sha tizimdan haqqoniy ma'lumot sifatida ko'rib borish mumkin onlayn rejim holida. Ya'ni kameralar orqali boshlangan ishimiz yanada ham kengaydida, uni katta markaz darajasiga chiqib keldi. Endi bugungi kunda bu markazdagi demak 6 nafar xodim doimiy ravishda mana shu kameralardagi huquqbuzarliklarni qayd qilish, monitoring qilib borish bilan shug'ullanadi. 24 soat davomida. Demak, bu kameralarimiz 24 soat ishlaydi. Bu xotirasi bor, buni serverlari bor. Bu yerga ma'lumotlar yig'ilib turiladi. Xodimlar uni ko'rib chiqib, o'sha ichidan o'sha huquqbuzarlik qismlarini ajratib bizni ekologiya nazorat inspeksiyamizga beradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana situatsion markazi o'zi joylashgan binoning 2-qavatida, demak, bizni ekologiya nazorat inspeksiyasi o'tiradi. Ya'ni bir-biridan uzoq emasda bular. Huquqbuzarlik holatini mana shu yerda kameralar ulangan bir vaqt o'zida ko'ra oladi. Bu axborot almashinuvni yana ham tezroq va haqqoniy bo'lishiga yordam beradi. Ya'ni tushunmovchilik bo'lmaydi-da o'rtada. Umumiy boshqa yo'nalishlarda nazorat va monitoring bilan shug'ullanayotgan xodimlar ham bor. Men hozir jami boshqa xodimlar bilan qanchaligimizni bilmayman, lekin aynan kameralar bilan bog'liq qismida 6 nafar xodim umumiy guruh tuzilgan, guruh rahbariman. Demak, men bilan 7 tamiz. Har bir viloyatda bittadan mas'ul xodim bu vazifalarga biriktirilgan. Hozir biriktirildi, ham viloyatlarda qo'yildi. Viloyatlarda ham xuddi shunaqa situatsion markazi kichik ko'rinishlarni tashkil qilib berganmiz. Zamonaviy kompyuterlar asosida uni kuzatish imkoniyati bor edi. Bir kunda qancha huquqbuzar aniqlanadi mana shu situatsion markaz tomonidan? U o'zgarib turuvchida, bir kunda ba'zan 100 ta ham aniqlanishi mumkin. Ba'zan kamroq bo'ladi. Dam olish kunlari masalan kamroq bo'lishi mumkin. Biz uni aniq bir doimiy nima yo'q, lekin masalan o'tgan davrda biz tizimni ishga tushirib shu kunga kelgunimizcha 20 mingdan oshiq holat aniqlangan. 20 mingdan oshiq huquqbuzarlik holatlarini shu bizning kameralarimiz aniqladi. Yana bir masala, xalqimizda shunaqa savollar bo'ladiki, shunaqa katta pulga shunaqa situatsion sentrlar qo'yish mumkinmi? Qo'ygandan keyin nima foyda beradigan savol ham bo'ladi. Bu o'zini oqlaydimi shu jarayon? Agar pulga chaqib hisoblaydigan bo'lsak, bu pul nuqtai nazaridan ham o'zini oqlaydi. Qaysi ma'nodaki, tushayotgan jarima va hokazolar hisobidan bu kameralar xarid qilib olish bo'yicha ketgan mablag' qisqa muddatda o'zini oqlab ketadi. Bu o'zini oqlaydi. Oqlab ham bo'ldi adashmasam shu kungacha ham. Endi lekin bizdagi asosiy ustuvorlik, ya'ni prioritet bu emas. Biz mana shu kameralar orqali o'rnatilgan nuqtalarda biz yuzlab o'sha noqonuniy ravishda katta hajmdagi chiqindixonalarni bartaraf qilishga erishdik. Odamlarning uyini atrofida yoki aholiga hujum bo'ladigan yaqin joylarda chiqindixonalar noqonuniy tashkil bo'lib qolgan edi. Bu issiq kunlarda sasib hamma yonni rasvo qilar. Biz o'shalarni bartaraf qilinishiga erishildi. Keyingi katta masala bizda bir joyga kamera o'rnatilgandan keyin bir muddatdan keyin u yerda o'sha chiqindi tashlash holati to'xtaydi-da va odamlarda bu tabiiy ravishda, demak, men chiqindini belgilangan joyga tashlashim kerak ekan, belgilanmagan joyga tashlasam men nazorat ostida ekanman, jarimaga tortilaman deb bu umumiy chiqindiga bo'lgan munosabatni, madaniyatni oshirishga xizmat qilyapti. Bizda eng katta yutug'imiz shu. Va bizning xohishimiz ham shu. Mana ko'rib turibmiz, bir xilgi ko'rsatuvlarimizda mana shu chiqindilarda tashlash joylari aniqlanganda odamlar yuzini yashirib keldi va ular bir ma'lum bir muddatdan keyin shaxsi aniqlanib, ularga jarimalar qo'yildi. Mana shu jarayonlarda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Xo'p, endi bu hozir biz hamkorlikda ishlayapmiz. Masalan, shaxsi yuzi orqali aniqlab olishda bizda texnik imkoniyatlarimiz hozircha cheklangan, qaysi ma'nodagi ruxsat yo'q hozircha. Lekin biz ichki ishlar xodimlariga aloqaga chiqib, inspektorlarimiz ulardan ma'lumotni olib, shaxsni aniqlab chora ko'ryapmiz. Va bu jarayonda ozgina vaqt ketib qolyapti. Endi hozir biz o'sha Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi tayyorlangan. Tez kunlarda imzolanadigan bo'lsa, biz demak, bizni ekologiya inspeksiyamizning xodimlarining o'zlari yo'q, to'g'ridan-to'g'ri har bir fuqaroning yuzi asosida demak, uni kimligini aniqlab olish yoki avtomobilni raqamlari orqali avtomobil egasini aniqlab olish kabi masalalar o'zimiz to'g'ridan-to'g'ri hal qilaveramiz. Bu ishimizni yengillashtiradi. Xo'p, endi hozirgi holatda demak 2 bosqichli qilib amalga oshiryapmiz. Sal vaqt ko'p ketib qolyapti. Bizga kelgan murojaatlardan biri, biz ham shunaqa kameralar qo'ysak bo'ladimi o'zimiz hududga, sizlarga integratsiya qilsak bo'ladimi degan savollar ham bor. O'tgan yili prezident qarori chiqqan edi va mana shu qarorda alohida ko'rsatib o'tilganki, fuqarolar yoki tadbirkorlar ham o'zlari tashabbus bilan chiqib
kameralarda o'rnatish mumkin, aynan chiqindiga qaratilgan. Uni biz o'zimiz o'sha bazaga integratsiya qilamiz. Uni tartibini hozir ishlab chiqdik. Demak, u mumkin, imkoniyat bor, lekin uni qanday amalga oshirish bo'yicha mexanizmdan iborat tartib mana tez kunlarda imzolanadi. Bu imzodan chiqsa, to'liq o'sha ularda xarid qilib o'rnatgan kameralaridan tushgan mablag'ning bir qismi o'sha tadbirkorlar o'zlariga berilishi masalasi ham ko'rsatib o'tilgan. Undan tashqari yo'llarda o'sha yo'l harakati qoidalari bo'yicha huquqbuzarlikni aniqlaydigan kameralar bor-ku, yo'lda o'rnatilgan radar, kamera tadbirkorlarga tegishli yoki vazirlik idoralarga. Ana u kameralarda ham bir vaqt o'zida ekologik huquqbuzarlik, jumladan o'sha chiqindi bo'yicha huquqbuzarlik aniqlaydigan sifatda foydalanish imkoniyati berilyapti. Hozir integratsiya qilsak, ertaga demak bilamiz, svetoforga to'xtaganda yoki yo'lda ketyapti ham avtomobil ichidan turib chiqindi otib ketadiganlar bor. Juda qo'pol mana shunaqa nima qiladigan yoki bo'lmasa endi qo'pol bo'lsa ham aytish kerak, shu svetoforga to'xtaganda ba'zi haydovchilarimiz nosini anaqa katta qilib yerga tuplaydi. U ham chiqindida endi qarasa va juda bir madaniyatsizlik belgisi. Mana shunaqa holatlar ham kameralarda qayd qilinganda bizni ekologiya inspeksiyamizga yuboradi, ya'niki bizga yuboradi. Bizni inspektorlarimiz ekologik huquqbuzarlik sifatida unga chora ko'radi. Mana shu sigaretni chekib tashlagan holatlari ham sigaret chekkaniga ham chora ko'riladi. Yo'l harakati qoidalari bilan bog'liq masaladagi huquqbuzarlik bilan ekologik huquqbuzarliklar orasida juda katta farq bor. Ya'ni inson imkoniyatsizlikdan shu iloji bo'lmaganligi uchun ekologik huquqbuzarlik qilib qo'yish yoki chiqindini tashlab qo'yish kam kuzatiladigan holatda, har qanaqa vaziyatda ham sal uzoq bo'lsa ham qayerdadir borki, o'sha chiqindini tashlash mumkin bo'lgan joy. Endi yo'l harakati qoidalarida odamlarning e'tirozi bo'ladi nimaga? Ya'ni noto'g'ri yo'l belgilari ba'zan qo'yib qo'yilishi mumkin bo'lgan. Noqulay yoki yo'l qayerdadir katta chuqur borki, undan aylanib o'taman deb turib, yo'l qoidasini buzib qo'yadi. Ya'ni ana unday jarayonlarda telefonga olib yuborilayotganligidan albatta odamlar norozi. Uni quloq deydimi, boshqami odamlar endi nima desa deydi uni to'g'risida. Masalan, mana imkonsizlikdan foydalanib telefoniga olib yuborilishiga mana asli qarshiman. Lekin bizni aytayotgan masalamiz ekologik huquqbuzarlik, ya'ni chiqindi bilan bog'liq masalada, masalan, avtomobilda ketayotib, shu chiqindini tashqariga otib olmasdan turib, ichkarida o'zi bir idishga solib qo'ysa ham mumkin-da bo'ladi. Ya'ni ilojim yo'q buni, men shuni qilmasam men nima deydi, avtomobilimga shikast yetib qoladi degan narsa yo'qdir, lekin agar yo'l chuqur bo'lsa, uni olib qochish uchun ba'zan iloji yo'q majbur. Ya'ni insonni tushib qoladigan sharoitida va huquqbuzarlikka majburlikka olib keladigan holatlarda katta farq bor. Mahalla komitetlari ham o'zlari shunaqa kameralarni qo'yib, o'sha imtiyozdan foydalansa bo'ladi. Ularga ham qonun bo'yicha imkoniyat bor, agar ular ham istasalar. Mana shu yaqinda agar shu qaror kuchga kirsa, qabul qilinib, ularda ham imkoniyat bo'ladi. Balki xohlashi mumkin, lekin bosh maqsad bu yerda pul ishlash bo'lishi kerak emas. Asosiy maqsad hududdagi o'sha chiqindidan xoli, toza, obod hududga aylantirish bosh maqsad bo'lishi kerak. Ya'ni u qimmatga kamera olib qo'yib, erta kameramning puli chiqmadi, bekor olibman degan narsa bo'lmasin. Uni bosh maqsadi hududini obodligini ta'minlash. Ya'ni nimasan natijaga erishding shu kameralar orqali deganda, u men hududimni obodligiga erishdim, tozalikka erishdim degan o'sha natija bilan o'zining ishiga baho berish. Shunda bosh prioritet maqsad bo'ladi. To'g'risini aytganda, agar bosh maqsadi pul ishlash orqali bunga kiraman deydigan bo'lsa, u natijaga erishmaydi. O'shni qilmaslik kerak. Yaxshi, biz unaqa vazifalarni prioritet qilib olganlar bilan biz yaxshi natijaga erisha olmaymiz. Biz ham to'g'risi. Shuning uchun avvalo maqsadni to'g'ri qo'yib olish kerak. Shu maqsad yo'lida borsa, natija bo'ladi. Bizning maqsadimiz tozalik, obodlikka erishish. Maqsad pul qilish bo'ladigan bo'lsa, boyagiday biz qilayotgan ishlarda ham bu quloqlik, faqat soqqa ishlash bular maqsad degan o'sha xulosaga olib borib qo'yadi. Shu jarima to'lamaguncha to'xtamayapti-da, shu joyga borib chiqin nima kelsa shuni tashlash bilan ovora. Vaholanki 10 metr nariyoqda yoki 20 metr nariyoqda chiqinni tashlaydigan joy bor. Lekin bilmayman, erinamizmi boshqa. Ikkinchi tomonni aytib o'tishim kerak, Otabek aka ba'zi e'tiroz qilishi mumkin. Ba'zi hududlarda umuman chiqindini olib ketmaydi-ku, yo'q-ku chiqindi tashish xizmati. Unda nima qilamiz degan savol bo'ladi. Bunaqa masalalar ham yo'q emas, tabiiy. Biz o'shanday aniqlayotgan joylarimizda fuqarolarning vaziyatini to'g'ri qabul qilgan holda jarimaga tortmay, dastlab chiqindi tashish xizmatini yo'lga qo'yib beryapmiz. O'sha mahallalarda
chiqindi tashish xizmati bor bo'ladigan bo'lsa, fuqarolarni unaqa nimaga tortmayapmiz. Endi undan tashqari yana bor. Mana masalan bugun Chirchiq daryosini bo'yida bitta kameramiz bor edi, o'chirib qo'yilgan edi. Bir fuqaro u yerga o'zini norasmiy shu yerda egasi deb hisoblaydi. Shu o'tadigan avtomobillarda yuk avtomobillaridan pul olish evaziga o'tkazib yuborib, qayerga to'ksang to'kaverish ichkariga Chirchiq bo'yiga deb Chirchiq daryoni atrofini chiqindixona qilib tashlagan. Ha, shunaqa insonlar ham bor. Ha, shunaqalar ham bor. U bizning kameramiz katta ehtimol bizni gumonim shu odam o'chirib qo'yganmi deb o'ylayapmiz biz. Lekin bu ikkinchi marta takrorlanish, ya'ni o'chirib qo'yilgan va biz to borib uni aniqlab, uni yoqunimizgacha bo'lgan vaqt ichida katta chiqindixona paydo bo'lgan bu daryoni bo'yida endi qo'pol aytgan. Afsuski unaqalar ham bor. U joylarda endi kelib fuqaro chelakni tashlamayapti. Katta yuk mashinasida kelib tashlayapti. Unaqa joylarga biz endi Chirchiq bo'yida chiqindi tashish xizmati bo'lmaydi-ku. Unaqa joylarga biz tabiiy ravishda qo'yyapmiz kameralarni, kim bo'lishidan qat'iy nazar o'sha qat'iy jazoga tortkizyapmiz. Mana shunaqa katta mashinalarda tashlagan chiqindilarni jarimasi qanchalik? Adashmasam, summada hisoblasak 10 milliongacha boradi adashmasam, lekin bu birinchi marta tushsa. Agar bir yilda o'sha yuk avtomobili bilan ikkinchi marta tushadigan bo'lsa, qonun bo'yicha ana shu yuk avtomobili davlatga musodara bo'lib ketadi. Yuk avtomobildan ajralib qolishi mumkin, shunchaki ozgina foyda qilaman deb. Nimaga bunaqa keskin jazo? Tasavvur qiling. Masalan, Chirchiq bo'yiga olib borib yuk avtomobilda tashlayapti. U bilmaysiz ichida qanaqa chiqindi bor. Kimyoviy chiqindi bo'lishi mumkin. Ana neft qoldig'idir, boshqadir yoki tibbiyot chiqindilarini tashlab ketadi ba'zan. Eng yomoni ana uydan shu pampers bir narsa. U suvga oqayapti u borib. U suvdan foydalanadi nariyoqda kimdir. Ba'zilar ichimlik suvi qilib foydalanadi. Ba'zilar fermerlar dalasiga kiradi. Baliqchilik nimalarga kiryapti ko'rfat. Masalan, Toshkent viloyatida o'tgan yili adashmasam 5-6 ta fermerlar kelib, ularda katta baliqchilik hovuzlarida baliqlar ommaviy qirilib ketdi. Juda katta zarar ko'rdi. Aholi yashash uylarida ham aholilar pishkak suvdan ichadi-da ba'zan. Ularda o'sha suvlarning ta'mi o'zgarib ketgan. Buni aksariyati mana shu noqonuniy chiqindilarni tashlash bilan bog'liq bo'lyapti-da. Ya'ni uni yetkazadigan zarari aholiga juda ham katta. Shu boisdan shunaqa keskin chora bo'lgan. Bir kunda aniqlangan 200 ta qoidabuzarlik bo'lsa, o'shani qanchasi tez amalga oshirilib jarimaga tortiladi? Mana shu masalada ochiqni aytaman, suskashlik bor edi bizda. 20 mingga yaqin aniqlagan bo'lsak, shu vaqtgacha adashmasam 4 ming atrofidasi jazoga tortilib qilingan. Mana bu yil boshidan boshlab shu kungacha 3,5 ming atrofida aniqlangan bo'lsa, shuni hozir mingga yaqini o'sha jarimaga tortilib chora ko'rilgan, mingga yaqiniga. Endi umumiy holatimiz vaqt o'tgan sari yaxshilanishga ketyapti. Chunki hozir o'sha ekologiya nazorat inspeksiyamiz rahbariyati tarkibida ham o'zgarishlar bo'ldi va hozir bular tomonidan yangi tizim yo'lga qo'yildiki, shu tezkor, tezroq chora ko'rish masalasida albatta bu o'zining natijasini beryapti. Biz o'sha chiqindi va shag'al o'g'riligi bilan bog'liq masalalarda to'liq hozir qamrab olishga harakat qilyapmiz butun respublika va keyingi bosqichimizda bizda o'sha vazirlik huzuridagi o'sha tabiiy muhofaza qilinadigan hududlar, bu qo'riqxonalar, milliy tabiat bog'lari, ularni ham kameralar bilan jihozlashga harakat qilmoqchimiz. U yerdan brakonyerlik juda ham ko'p. Ya'ni brakonyerlikni ham oldini olish maqsadida foydalanmoqchimiz. Ekranimizda yashillar paydo bo'libdi. Bu yashillar nimani belgisi? Bu yashil belgi bu kameralarimiz o'rnatilgan vaqtda buni dasturlashda shu har bir harakatlangan predmetni harakatlanishiga qarab shu yashil nazoratga olish uchun qo'yilgan. Ya'ni kamera buni nazoratga olib turibdi. Ayrimlarga qilinmagan. Endi biz ma'lum bir hududni doimiy belgilab qo'yamiz kamerada shu chegaralarini va bu yerda 24 soat xodimlar o'tirsa o'tirmasa kamera o'sha nazorat chegarasi bo'yicha harakatlangan obyektlarni to'liq avtomat ravishda uni qayd qilib boraveradi to'liq. Hozir shundan ichidan endi kimdir shu chiqindi tashlashga bo'lgan urinishni qilib boradigan bo'lsa, u yana ham yaqinlashtirib uni o'zi avtomatik olaveradi. Ya'ni shunaqa dasturlashtirilgan. Mana kuzating mana hozir mana. Aynan mashina avtomobilda to'xtadi. Buni tozalatilganda o'zi qaytadi. Lekin bunaqa mana to'xtamayapti. Buni mana bizning xodimlar bu nimada 24 soat zapis ketadi. Ertaga demak olib
kim shu ishni qilgan, uni Chiqindini tashlash raqam orqali hozir. aniqlab nima qiladi. Keyin ravona ko'rib tursin, narisa ko'kka ajratib qo'yilgan chiqindi. Demak, mana shu joyga kim kirsa, avtomatik ravishda boshqa joylarmi aynan shu joyga kirgan insonni yaqinlashtirib, avtomobil kiradimi, inson kiradimi, yaqinlashtirib zapis qilib qayt qilib boradi. Demak, bu yerda bilishimizcha chiqindi tashlash mumkin bo'lgan joy ham bor, mumkin emas bo'lgan joy bor. Mana masalan, mana yerda ko'ryapsiz, chiqindi tashlash punkti turibdi. Kamera u yoqqa qaratilgan. Endi kamera 360 gradus aylanadi-da bizda. O'sha yoqqa qaratib qo'yilgan. Demak, uni boshqa joyda 10-15 metr boshqa yoqqa tashlash holati borki, shu chiqindi punktga olib bormasdan bu yoqqa olib boryapti-da, eringan. Ana shu maqsadda qo'yilgan u. Men uzr so'rayman, lekin joylarda agar bizni kuzatib turganlar bo'lsa-ki, ba'zi joylarda qaysidir inspektor adolatsiz qilib, atayin bizni tushunmasdan jarima qildi, biz nohaq qildi degan holatlar bo'lsa, men uzr so'rayman. Endi hammaga javob bera olmayman, lekin biz yuqoridan tizimni shunday tashkil qilganmizki, odamlarga noqulaylik bo'lmasin va u yerda tozalik bo'lsa, birinchi navbatda o'sha yerdagi odamlar o'zi manfaatdor. O'sha sog'lig'i uchun hammasi. Ha, ularning sog'lig'i. Qayerdadir kimgadir adolatsiz munosabat bo'lgan bo'lsa, bizning ekologlar tomonidan marhamat, mana bizni vazirlikka kelishinglar mumkin. Menga ham xohlasa kelishi mumkin. Biz uni to'g'rilab beramiz. Murojaatlar uchun qaysi ishonch telefonga telefon qilsa bo'ladi? Bizning qisqa raqamimiz bor. 1157 ularga mana shu qisqa raqamga qo'ng'iroq qilib, operatorga o'sha o'zini murojaat shikoyatini qoldirish mumkin. Bu Telegramda EcoGov.uz o'sha bot kanaliga ham murojaatlarni yuborishlari mumkin. Juda ko'p murojaatlar keladi. Uni biz qisqa muddatda o'rganib chorasini ko'ramiz. Bu kameralar o'zi emas, bu yerdagi monitoring tizimimiz orqali shunaqa aloqalar yo'lga qo'yiladi. Bu ekranda vaqti-vaqti bilan biz boshqa uskunalar qo'yilgan, ya'ni changlanish darajasini o'lchab turadigan respublikaning Toshkent shahrining bir qator hududlarida qo'yilgan. Mana shu haqida ham ma'lumot chiqib turadi doimiy. Markazda muammolari nimalardan iborat? Mana hozirgida masalan yaxshi tomonini gaplashib o'tdik. Hozir nima muammolari ham bor? Biz qancha axborot texnologiyalarini joriy qilganimiz sayin ish o'rinlari kamayishiga sabab bo'ladi bu. Ko'p ishlarni endi texnikalar qilishga o'tyapti-da, ish o'rinlari kamayishi mumkin. Bitta tomoni. Xo'p, ikkinchi tomoni endi amaliyotda kuzatayotganimiz doimiy elektr energiya ta'minoti bilan ta'minlab turish masalasi joylarda sal qiyin bo'lyapti. Ba'zan elektr energiya o'chib qolsa, bizni o'sha kamera nazoratimiz ham to'xtab qolyapti. Shuning uchun biz quyosh panellaridan foydalanishga harakat qilyapmiz. Mana bu yerda markaz o'zida ham bu yetarli darajada energiya talab qiladi. Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida chiqindi tashlash holatlari ko'p bo'ldi. Nima sabab ularga shunaqa chiqindi tashlash ko'plik? Masalan, u hududlarga biz kamerani ko'p bo'lmadida borib o'rnatganimizga. Endi shuning uchun odamlar bemalol tashlab kelavergan, nazorat yo'q deb o'sha qo'ygan vaqtida boshlanishiga bu ko'p tuyuladi-da. Aniqlash holat ko'payapti. Odamlar ko'p tashlamayotgandir balki. Bizning kameralarimiz aniqlash ko'payib borayotganda. Boshqa hududlar bor, masalan, Toshkent shahrining ma'lum hududlarida odamlar bu kamera nazoratida ekanligini o'zi bir necha yil bo'ldi, ular bilib bo'lishgan. Ya'ni ularda shu noqonuniy chiqindi tashlash holatlari to'xtagan. Qanday imkoniyatimiz bo'lganda o'sha qishloq xo'jalik maydonlariga ham biz o'rnatib tashlagan bo'lardik, ko'proq qilibda. Chunki o'sha g'allani yoqib ketish holatlari bor, juda katta. Keyin daraxt kesish holatlari bor. Yoki noqonuniy brakonyerlarimiz yuradi. Mana daryolar bo'ylariga qaniydi ko'proq qo'yib olsak, brakonyerlar tok elektr energiyasi orqali baliq ovlashga harakat qilyapti. Bir vaqt o'zida atrofdagi hamma narsani o'ldiradi u. Ularni faoliyatini nazoratga olishga agar ko'proq kameralarimizni ishlata olganimizda biz buyoqlarga ham qaratib qo'ygan bo'lardik buni. Lekin biz bu ishlar bosqich qilyapmiz-da hammasini. Avvalambor rahmat, qiziq ma'lumotlar uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Yana keyingi ko'rsatuvlarda kutib qolamiz. Sog' bo'ling, hech charchamang. Sizlarga ham katta rahmat. Menimcha, men birinchi marta bizni mana shu yo'nalishda qilgan ishimiz bilan qiziqib, batafsil ma'lumot olgan ko'pchilik chetdan ko'rsa ham, lekin ichiga kirib ko'rmagan edi. Katta rahmat sizlarga e'tibor uchun. Charchamaydi, sog' bo'linglar. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha salomat bo'linglar.